yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilaginglar oldida bosh egaman. Demak, azizlar, sevimli tabrik jamoasi xizmatlarini, ya'ni ikkinchi xizmatlarini davom ettiradi. Biz hozir Lenin Naymanga tashrif buyurdik. Qolaversa bugun Nigora onajonimiz 48 yoshini qarshılamoqdalar. Farzandlari surpriz qilmoqda. Iftorga ketgan ekanlar. Xudo o'zi dekoratsiyalarni o'rnatib, biz tayyor turibmiz. Sevimli tabrik jamoasi. Xudo o'zi kelganlardan bomba qilamiz. Kuzatishda davom eting. Bitti bilan gitsin ikkovi. Terme o'tirdi da bular. Borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga ongolik qasdi bo'lmagan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Ko'ksin ketgan shu tanishlar yaxshi kunlar. Tashlab beramiz. Ana xavfsizlar, janobi xavfsizlarni kuchaytiramiz. Eng baxtli kunlar boshingizga muborak bo'lsin. Yashiringan chiroying. Bunga shato xudoga tashlab beramiz. Topib barcha duoyingiz yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, onajonlarimiz, otajonlarimiz, bugun mana shunday shukona ayyomning kirgizida biz sevimli tabrik jamoasi xonadoningiz mehmonimiz Nigora onajonimiz bugun 48 yoshni qarshi olmoqdalar. Allohim sizga, qolmasa otajonimizga shunday yoshlarni bersinki, har doim farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'lish nasib bo'lsin. Onajon, bitta savol beramiz, kimning nomlaridan qadam ranjida etdik xonadoningizga? Bitta o'ylab ko'ring qani. Bu albatta surpriz bo'lish shart. Albatta, jondan aziz jigarlaringiz, farzandlaringiz, eng yaqin insonlaringiz nomlaridan qadam ranjida. Demak, mana shu farzandingiz bugun kecha tashkil qilgan insonimiz, akajonimiz, bitta kudrat qarsaklari bo'lsin. Salomat bo'linglar. Albatta, mana shunday sovg'alarimizni farzandlaringiz nomlaridan, kelinlaringiz, eng yaqin insonlaringiz nomlaridan deya qabul qilasiz. Demak, sovg'alarimizni ketma-ketlikda onajonimizga taqdim etamiz. Kudrat qarsaklar sadosasida bayramlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmatlaringiz to'kib soching yayrasinda, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir. Marhamat, tashrifimizda tabriklar bo'lsin. Ajoyib kunlar salamat kelinlar nomlariga qabul qilasiz. Gap so'z qo'shib beramiz. To'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ana birgalikda kulamiz bolajonlar. Hammasi
borligingiz onam hammasi sizni duoyingiz onam baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam ana birgalikda hammasi sizni borligingiz onam hammasi sizni duoyingiz onam baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam eng yoqimli barchangizga muborak bo'lsin. Oxfatingizga guvoh tegmasin. Salom qilinglar. Yashang. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar, ko'rib qo'ysin ko'ksin turgan shum tanishlar. Asosiy sog'lig'i onajon qabul qilsa qalsanglarga qo'llanmaslar. Salom qilinglar. Ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz. İcabatan topib barcha duoyingiz, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz, yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam. Qani birgalikda hammasi sizni borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam. Rahmat, salom qilinglar. Yelpinagan bir xijolatlarni tabriklashingizni direktorlarga eng baxtli kunlarda ko'rib qo'ysin ko'ksin turgan shum tanishlar, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatan topib barcha duoyingiz, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz, yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam. Salom qilinglar. Hammasi sizni borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam. Rahmat, sevgili biroz qarsaklar bo'lsin onajonimizga. Mana shu yaxshi kunlarda salom qilinglar. Demak, onajon yana bir mana shunday tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun biz onajoningizga sevimli tabrik jamoasi hech ikkilamasdan shiddat bilan tashrif buyurgani eng yaqin daqiqalaringizda muborakbod etamiz deya. Bilasiz, bizga farzandingiz bog'lanishda shunday chiroyli so'zlar ta'kidlashni, ta'riflashni so'z ojiz. Biz otamizni onamizni shunchalar yaxshi ko'ramizki, bu insonlar bizlarni dunyolarga ishonmaydilar. Biz ham mana shu insonlar kabi otamizni onamizni dunyolarga ishonmaymiz.
Bilasizmi onajon, har doim yaxshi yomon kunlarimizda yonimizda turgan insonimiz. Boshimizga agarda mushkul kunlar kelsa, bolam zerikmagan barchasi Allohdan degan mana shunday chiroyli so'zlarni ayamaydigan insonimiz dunyoda birgina bizni otamiz va onamiz ekan. Yillar davomida otajonimiz bilan mehnat qildingiz, samimiy mehnatlaringizni ayamadingiz. Farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin, birovga zoriqmasin, birovning otasiga, birovning onasiga havas yuz bilan qaramasin deya, kerak bo'lsa qora mehnatlarni bo'yinga olib bo'lsa ham, bugun farzandlaringizni mana shunday yorug' dunyolarni ko'rishga sa'ochi bo'lgan insonlari birgina sizlar bo'lasizlar. Hozir kelib onajoningizni yuzlariga mayus termasangiz qarang, bu insonlarning sochlariga oqlar, yuzlariga biroz ajinlar oralabdi. Bu albatta nimadan biz farzandlarni go'dalik chog'imizdan o'zlari yemaydilar, o'zlari kiymaydilar. O'sa qo'llarida bir-birda qotgan nonlari qolsa ham buni faqat farzandim yesin degan inson dunyoda birgina bizni onajonimiz. Bilasizmi onajon, farzandlaringizni ko'nglida shunday armonlari yashirin ekanki, Xudo xolasa akajon, xonadonimizga borsangiz ayting otamga, onamga, Xudo xolasa bizga ham Allohim rizq nasibalar bersa, bitta ko'nglimizda armonimiz biz jigarlar birlashib yelkamaga turib otamizni, onamizni hoji onayu hoji buvi qilsak, ko'nglimizdagi bor armonlarimiz tushadi. Chunki biz uchun jonin Xudo qilgan kerak bo'lsa, o'z orzularidan kechishga tayyor bo'lgan insonimiz dunyoda birgina bizni onajonimiz dasturxon boshiga o'tirsalar duolari uchun daqiqalar yetmay ketadi. Mana shunday bir yilda bir marta keladigan onajon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun qarang, eng yaqin insonlaringiz sizlarni muborak bo'lishi uchun xonadoningizga qadam ranjida o'tishgan. Albatta sizlarga bo'lgan hurmat va ehtiromdan iborat o'ylaymiz. Yana bir tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ona asrolmadim seni darddan ham. Yuzingga ajinlar yo'latib qo'ydim. O'zimga bir olam zeb berdim, ammo sochingni oqlarga bo'yatib qo'ydim. Yugurdim dunyo deb ortidan necha. Bitmadi tashvishlar, yetmadi hech ham. Tizzangni tut, ona suyanay birdim. Ona oromimni yo'qotib qo'ydim. Yelkangni tut, ona suyanay birdim. Bag'ringda unutay dunyolarni ham. Lekin bitta narsa qiladi alam. Ona seni barvaqt qaritib qo'ydim. Aytadiki, otangiz bor bo'lsa ko'taring boshga. Onangiz bor bo'lsa ko'taring boshga. Qarigan chog'ida kim madad bo'lgay, koriga yaraydi kim sizdan boshqa. Farzandim deb hatto umrim qaritgan. Sening baxting uchun jonini tikkan. Tunlari zor kutgan. Onang emasmi? Seni uchun ham yetgan. Otang emasmi? Otajonlar, onajonlar, yana bir mana shunday eng ulug' kunlaringiz muborak bo'lsin. Biz farzandlar otamizni, onamizni yo'llarga yuramiz, lekin kelib uch og'izga chiroyli so'zimizni aytolmaymiz. Onajon, nega bilasizmi? Chunki otamizni, onamizni yo'llarga borsak, salovatlari bosar ekan, aytadigan har bir so'zlarimiz esimizdan chiqib ketib qolar ekan. Kelib bu insonlarni qarigan chog'larda har doim madad bo'laylik. Biz uchun jonon fido qilgan kerak bo'lsa, o'z orzularidan kechishga tayyor bo'lgan insonimiz albatta onajonimiz-ku. Har doim mana shunday farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'lish onajon nasibi ro'zariga bo'lsin. Biz hozir farzandlaringiz hech ikkilanmasdan yuzlarimizda chiroyli tilaklarni onajoningizga yo'llaysizda, so'nggi so'zingiz onajon sizni yaxshi ko'raman deya borib bag'ringizga bosib qo'yasiz. Ozgina bo'lsa ham bugun armonlaringiz ushaladi degan umiddamiz. Farzandlarni bir daqiqa chorlaymiz, yonimizga akajon tashrif beramiz. Chiroyli tilaklarni yo'llaysizda. Marhamat. Onajon sizni yaxshi ko'raman deya bitta bag'ringizga bosib qo'ying. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qani qarsaklarga chiroyli qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Eng chiroyli kunlar orzuda shu kunlar muborak bo'lishlar. Ko'rsang sohibimizga. Xudoga otajonimizni ham zikrimizga xushomad qo'yamiz. Xalqlarga nasihat qo'yamiz. Turmushni ko'ruvchi inson. Salomat bo'linglar. Yana aka singillarimiz bormi? Qanilar? Ukajonim tashrif beramiz, mikrofonni taqdim etamiz. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bo'ladi. Bitta bag'rimizga bosib qo'yamiz. Yaxshilab qarsaklar bilan. Qarsakni ko'rib degan umiddamiz. Yana bormi qani? Kelinglar. Opajon tashrif beramiz. Ketma-ketlikda chiroyli tilaklarni yo'llaysiz. Taqdim etamiz.
albatta quvonch ko'z yoshlari edi bu. Qarsingizdan qo'llab turamiz. Salomat bo'ling, oqibatingiz ko'rsatib bo'lsin. Cheksam mo'ltirab yonimda yotgan bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Bir cheksam yonimda mo'ltirab yotgan bu mening onam. Demak, Sanjar aka, assalomu alaykum. Akajon, kayfiyatlar joyidami? Rahmat, Xudoga shukr. Bugun onajonimizni eng ulug' kunlarda biz sevimli tabrik jamoasi tashrif buyurdik. Demak, sizlar ham chiroyli tilaklarni eshitib qolamiz bugun. Mikrofonni tutamiz, onajonimizga tilaklarni yo'llaysiz, marhamat. Hammaga xush kelibsizlar mehmonlar. Onajonimiz qo'llayotgan ekan, chin qalbimdan tabriklayman. Uzoqda bu zamon borolmadim, ish sababli. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar, ota-onamiz har doim. Otam sog' bo'lsin, katinam ham yaxshi bo'lib ketsin. Katinam ham umri uzun bo'lsin, katam ham hamma yaxshi bo'lsinlar. Xudo bergan umrda har doim yaxshi yashab, biza baxtimizga, hammamiz baxtimizga sog' bo'lib yursinlar. Yuzlarga kirang, enajon. Tabriklayman. Mana bu qaytaylar uchun salomat bo'ling. Yo'q so'z bo'lsin emas. Rahmat. Kim bor? Qani singillari? Opajon tashrif beramiz. Tortmaymiz, bugun yaxshi kun. Marhamat. Yaxshi ko'ring. Haqiqatan yaxshi ekan. Juda ham zo'rlar bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Rahmat. Yana qoldimi? Kim? Otajonlarimizni chorlaymiz. Yangijonlarimiz eng yaqin insonlar. Rahmatdan baralla tashabbusimizni ajoyib tilaklarni yo'llaysiz degan umidamiz. Keling, opajon, marhamat. Opajonlar bugun yaxshi kun menimcha. Gapirib qolaylik, keyin vaqt bo'lmasligi mumkin. Shunaqsa xo'p qo'yinglar. Marhamat opajon. Assalomu alaykum, hurmatli Bolajon, tinchlanamiz. va mehmonlar. Mehribonim xolajon. Baxtimizga sog' bo'ling, qarindoshlarimiz baxtiga. Pochcham bilan baxtli bo'ling, qushaqaring bolalaringiz baxtiga. Hammamiz yaxshi ko'ramiz sizni. Rahmat. Qanday bo'lsizlar? Rahmat. Demak, sizlar hurmatli xonimlar va janoblar, tabriklarimiz davom etadi. Oramizda bo'lsa kelinglar. Yo'q, menimcha qolmadi tabriklarimiz. Keyin bermaymiz lekin so'zni. Mana chaqiryapmiz. Vaqt bo'lmaydi keyin. Katta xona keling. Keling endi bir daqiqa. Tortmaymiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Kelmadilar. Mayli, unda demak azizlar, diqqat e'tiborlarini berib turasizlar. Demak, kechimizning shirinligini akajon bir daqiqa onajon bizlarga bitta yulka bilan iloji bo'lsa, yaqinroq olib kelamizda. Demak, onajonimiz o'z qo'llari bilan otajonimizga, qolaversa mana katta onamizga eng yaqin insonlarga o'z qo'llari bilan shirinliklarimizni taqdim etadilar. Marhamat. Albatta, azizlar bilan qolamiz. Qarsaklar bilan faqat qo'llab turamiz. Bugungi oqshomda faqat qarsaklar yarashadi. Ko'rsanglar rahmatlaringizga. Salomat bo'linglar. Rahmat. Otongacha alla aytgan onalarga, onalarni ranjitganni bag'ri tiling. Tunisizdek bedor o'tgan qadrin biling. Qanni bukib poyin o'pib ta'zim qiling. Otongacha alla aytgan onalarga,
Onajon bitasini aytamiz. Ana qansizlarga qo'llab turibmizlar. Kelsin shuni bilan. Salom bo'linglar. Ko'nglim yarim qilmagin, onamdan ayirmagin, panohingda asragin. Ana qansizlarga o'zimizlar qansizlar. Jon kuydirib oqizib dil qoningizni, xizmatida o'tkazing har oningizni, qo'llariga tutqazinglar joningizni, otongacha alla aytgan onalarga. Yuragida dard oshkor qilmas bolam, bolam deb, bolam, onam, onam, jannatim onam, g'am ko'rmasin dedingiz bolam, boringizga shukr onam, onam, onam. Yuragida dard oshkor qilmas bolam, bolam deb, bolam, onam, onam, jannatim onam, g'am ko'rmasin dedingiz bolam, boringizga shukr onam, onam, onam. Kechalari hamma uxlab yotgan palla, ona digar bolasiga aytar Allah, Allah, Allah. Ne kunlar tushdi boshiga, oraladi sochiga, Allohim yoshmish yoshga, onamni ko'nglim yarim qilmagin, onamdan ayirmagin, panohingda asragin, onamni, onam, onam. Rahmat, demak bo'lishlik. Ko'tarinki kechamiz davom etadi. Demak, onajon yana bir tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Demak, biz sevimli tabrik jamoasi harakat qildik, maksimal darajada kayfiyatlaringizni 90% ga ko'tarib oldik. Endi 10% qoldi. Nima bilan ko'taramiz? Albatta. Demak, azizlar, bizni bugungi mana shunday kechamizni, ya'ni tabriklarimizni bizni Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizdan kuzatish imkoniyatiga egasiz. Telegramga kirib shunchaki sevimli tabrik deb yozsangiz, bizni kanal chiqib qoladi. Maksimal darajada a'zo qo'yishni unutmang. Demak, onajon eng yaqin insonlaringiz bilan, jondan aziz jigarlaringiz, farishtadek qizlaringiz bilan birgalikda raqslarga chorlab qolsak. Nima deysizlar? Hali ketdik. Birgalikda. Hey, sesha. Joningiz og'rib qolmasin, baxtimga siz doim bo'ling. Kulib yuring hamisha. Ana, onajon tasvirlanib baramizga.
Yaxshi ko'raman sizlarga. Tebriklar. Yaşa. Bundan. Görüyoruz. شوي شيرين قلبي نبض شيرين لبلبي بالماء طبال شيرين شوي شيرين قلبي نبض شيرين لبلبي بالماء طبال شيرين سيبسي ويشتك فينا قرش من ديوانا قلبي بو قرش من ديوانا قلبي بو قرش شوي شيرين قلبي نبض شيرين لبلبي بالماء طبال شيرين شوي شيرين قلبي نبض شيرين لبلبي بالماء طبال شيرين ای جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر ای جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر لبلبی بالماهی دبانی شیرین عطری گلی یاری زبانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر شوی شیرین خندی نبات شیرین لبلبی بالماهی دبانی شیرین شوی شیرین خندی نبات شیرین دبانی شیرین ये गो है तो मनो तो दिहुरी कर दे ये गो है तो मनो तो दिहुरी कर दे ये गो है तो तू ते चश्मे तो सामने दिला बोल दे तू ते चश्मे तो मनो मुझसे इश्क हो दे ये गो है तो फकत ये गो फकत ये गो फकत ये गो Let go.
Rasit o'ynar savunib Xorazmning nazgisini Xorazmning nazgisini Şu sorularımız sizler için bir derece tutmayınız. Hani kimseydi? Hey! Özel olsun. Yaşa! Bahorda yomg'ir sochilib, ketib san ochilib, seni ko'ra olmagandan doim yuradi gapirdim bolalaring kim tursin undan ko'ra erganlik ular soddaliging bular ko'rasan bizni ayiradi bahorda yomg'ir sochilib, ketib san ochilib, seni ko'ra olmagandan doim yuradi gapirdim bolalaring kim tursin undan ko'ra erganlik ular soddaliging bular ko'rasan bizni ayiradi vay 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 asal qizligiz bilamiz vay 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 ayında nima qilamiz vay 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 ko'pam yerga urmamadi vay 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 osmondagi oy vay 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 asal qizligiz bilamiz vay 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 ayında nima qilamiz vay 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 ko'pam yerga urmamadi vay 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 osmondagi oy o'rtasida Mirzo Ulug'bek bog'ida sen yana qancha kutay mana shu haykal tagida tuying dalada bo'lar chaqirmaganlayam kelar ko'pam yerga uraverma uyimga ozodbek kelar vay 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 asal qizligiz bilamiz vay 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 ayında nima qilamiz so'nggi taronamiz hamda to'g'ri taronamiz sizlar uchun
Rahmat. Onajonimizga ko'proq xastaliklar bo'lsin, so'nggi bor mana shunday yaxshi kunlar bilan. Demak, onajon, yana bir mana shunday bir yilda bir marta keladigan tavallud yo'lingiz muborak bo'lsin. Demak, bugun sizlar bilan sevimli tabrik jamoasi bo'ldi. Rahmat, barchangizga. Salomat bo'linglar. Rahmat.